qanday g'oya jamiyatda yashab ketishini agar mana qadimgi faylasuflar g'oyani kemaga o'xshatgan bo'lsa, bu kemani suzishi uchun albatta okean bo'lishi kerak va suv bo'lishi kerak. Bu suvda to'lqinlar bo'lishi kerak. Mana shunday okeanda faqat g'oyalar suza oladi. Lekin milliy g'oya, milliy taraqqiyot g'oyasi uchun faqatgina to'lqinlar va ummon yetarli emas. Uni harakatga keltira oladigan vatanparvar, millatparvar ziyolilarni bo'lishi shart. Davlatni milliy qadriyatlarni saqlashga, milliyligini, o'zligini saqlashga qaratilgan yagona partiya hisoblanadi. Partiyani jamiyatdagi o'rni bugun har qachongidan ham zarur. Ma'naviyatsiz, madaniyatsiz, o'tmishsiz kelajak bo'lmaydi. Dunyoda milliy tiklanmagan millat bo'lmaydi. Men bu partiyani juda yaxshi ko'raman. Juda qadrlayman. G'oya juda ham xalqchil g'oya. Milliy tiklanish. Bu millatni tarixi, urf-odati, an'anasi, qadriyati, yoshlarning kelajagi, ular taqdiri bilan shug'ullanadigan, himoya qiladigan, boyitadigan partiya. Chunki Milliy tiklanish demokratik partiyasi bu ziyolilar partiyasi. Men uchun partiya hayotim, bu meni borlig'im. Biz tiklanish davridan o'tdik. Endi oldimizda mashaqqatli taraqqiyot yillari turibdi. Bizni partiya aynan o'zlik va qadriyatni g'oya sifatida ilgari surayotgan partiya. Biz avval bir bo'lgan bo'lsak, endi yana ham birroq va bardamroq bo'lishimiz kerak.